вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними с шахты реактора выносились радиоактивные частицы. Ну, он сказал, что реакторное отделение, 4-й блок. Так. Говорит, да? Да. Inson paydo bo'lgandan beri energiyaga intilib kelgan. Inson qanchalik yaxshi rivojlangani sari unga shuncha ko'p energiya kerak bo'lgan. Va hammamiz bilganimizdek, dunyoda hech qanday energiya yo'qlikda mavjud bo'lmaydi. 18-asr odamlari asosiy energiya manbai bu shamol, suv, o'tin hamda insonning o'z kuchi bo'lgan. 19-asrga kelib, buning katta qismi ko'mirdan topila boshlandi. Bu dunyo infratuzilmasini yangi pog'onaga olib chiqdi. 20-asr boshlarida esa neft va gazdan foydalanishni boshlashdi. Lekin bu ham kam edi. Inson yanada ko'proq energiya ishlab chiqarish yo'lida 1942-yil 2-dekabr kuni Chikagoda ilk bor yadro bo'linish zanjiri reaktorini amalga oshirishdi. 1957-yil 27-iyun esa Obninsk shahrida dunyodagi birinchi atom elektr stansiyasi o'z faoliyatini boshladi. Va shu kun insoniyatning yangi energiya manbaini sanoatda yo'lga qo'yishda ilk qadamlardan biri bo'lgan. Kelar, asosiy mavzuga o'tishdan oldin sizlarga yadro bo'linishi qanday bo'lishini tushuntirib bersam. Yadro bo'linishi atom reaktori ichida amalga oshiriladi. Yadro bo'linish paytida u juda katta hajmdagi issiqlik chiqaradi va undan chiqqan issiqlikni energiyaga konvertatsiya qilinadi. Radiatsiya deb o'z tabiatida stabil bo'lmagan hamda o'z yadrosidan alfa moddalar, beta moddalar hamda gamma nurlanish chiqaradigan atomlar aytiladi. Bu moddalar inson organizm moddalarini mikroskopik darajada o'ldiradi. Moddalar organizmga havo, ichimlik, ovqat orqali tushishi mumkin. Alfa va beta nurlanish teri ostiga kiradi. Gamma nurlanish esa tanadan to'g'ridan-to'g'ri o'tadi. Kam miqdordagi radiatsiya ziyon emas, hatto meditsinada ham ishlatiladi. Normadan yuqori bo'lgan nurlanish esa har xil kasalliklarga olib kelishi mumkin va yillar o'tgach sog'liqqa negativ ta'sir qiladi. Radiatsiyaning katta dozasi esa nurlanish kasalligiga olib kelishi mumkin. Eng yomon holatda o'lim. Chernobil o'zi faqat stansiyaning nomi emas. Chernobil aslida Ukrainaning Kiev viloyatidagi bir shahar. 1970-yil uni oldida Pripyat degan shahar qurila boshlaydi. Pripyat o'zi Chernobil atom elektr stansiyasi Chernobil shahridan 20 kilometr uzoqlikda qurilgan va uning ishchilari va ishchilarning oilalari uchun Pripyat shahri qurib beriladi. Avariyadan oldin bu shaharda 50 mingga yaqin odam yashagan. Va 1977-yil 26-sentyabr kuni Chernobil atom elektr stansiyasi o'z ish faoliyatini boshlaydi. 1986-yil 26-aprel kuni kechasi Chernobil atom elektr stansiyasida 4-energiya blokida test sinovlari paytida chepa holat sodir bo'lib, u portlashga olib keladi. Binoning ma'lum bir qismi buzilib tushib, yong'in boshlangan edi. Atrof muhitga reaktordan chiqqan katta miqdordagi radioaktiv moddalar chiqib ketadi. Radiatsiya aholiga xavf tug'dirayotganini tushunishganda esa AES atrofidagi radiusi 30 kilometr bo'lgan maydonda istisno zonasi deb uni tark etish kerakligi ma'lum qilinadi. Pripyat shahar evakuatsiyasi o'sha zahot boshlanmagan. U portlashdan 36 soat o'tib boshlangan. Insonlarni avtobusda, shaxsiy narsalarni minimal to'plam bilan olib chiqib ketishgan. Yaqin atrofdagi yashash punktlaridan 115 ming atrofida aholi evakuatsiya qilingan. Bu paytda radioaktiv moddalar Ukraina, Belarus, Rossiya hamda Yevropa davlatlariga tarqala boshlagan. 29-aprel kuni Shvetsiya katta miqdordagi radioaktiv moddalar manbai qayerdan kelayotganini aniqlashmoqchi bo'lishganda Sovet ittifoqi avariya haqida rasmiy bayonot keltiradi. KPSS Markaziy qo'mitasining sobiq kotibi Mixail Gorbachevning so'zlariga ko'ra, uzoq sukunatning sababi bu boshqaruv to'liq holat haqida tasvirga ega bo'lmaganligi va insonlar ichida qo'rquv tug'dirishdan qo'rqishgandir. Avariyadan so'ng Chernobil AESda yong'in boshlandi. Bino tomi hamda energiya blokxonasi yonayotgan edi. Bu bilan atom elektr stansiyasi ishchilari hamda yetib kelgan o't o'chiruvchilar kurashdilar. Nurlanishning eng katta miqdori ham shu odamlarga to'g'ri kelgan. 3 oy ichida 28 kishi vafot etgan. Olovni o'chirishganda reaktorga vertolyotdan radiatsion nurlanish kamaytirish uchun qum, bor kislotasi hamda qo'rg'oshin tashlangan. Chunki hamma xarobalar ichida reaksiya davom etayotgan edi. U yerda grafit, uran va yadro toplivasi bir-biri bilan qorishib, qizigan
lavani tashkil qilgan. Lavani harorati shunchalik baland ediki, u pastdagi beton polni ham teshib o'tishga muvaffaq bo'lgan. U yer suvlari bilan aralashib ketmasligi uchun lavani tagida tonnel kovlab o'tilib, keyin beton ham qilib qo'yib yuborilgan. Chunki u massa suv bilan reaksiyaga kirishganda yangi portlashlarga olib kelishi mumkin. Lekin baribir asosiy muammo yechimsiz qolayotgan edi. Buzilgan energiya blokdan ko'p miqdorda radioaktiv moddalar har tomonga chiqib ketayotgan edi. Radioaktiv izotoplar osmonga ko'tarilib, butun dunyo bo'yicha tarqalayotgan edi. O'shanda bino ustidan temir va beton qorishmaslik sarkofag barpo qilishga kelishilgan. Ishchilar hatto texnika ham buzilib ishlamaydigan joylarda ishlashgan. Inson esa 40 sekunddan ortiq u joyda tura olmas edi. Ishni bajarish uchun ko'p bir-birini tez-tez almashtiradigan ko'p odamlar jalb qilingan edi. Ish davomida mudhish hodisa sodir bo'ladi. Mi-8 vertolyot parragi bilan o'sha yerda ishlayotgan kranning trosiga ilashib qoladi. U ichidagi 4 ta ekipaji bilan qulaydi va ekipajda hammasi halok bo'ladi. Qiyinchiliklarga qaramasdan sarkofagni yarim yilga qolmasdan bitirib yuborishadi va radioaktiv nurlanish sezilarli darajada pasayadi. Asosiy aybni 6 kishini bo'yniga qo'yishgan. Bu AES direktori Viktor Bryukhanov, asosiy muhandis Nikolay Fomin va uning o'rinbosari Anatoly Dyatlov, smena boshlig'i hamda reaktor sex boshlig'i Aleksandr Kovalenko va davlat atom elektr stansiya tekshiruv boshlig'i. Hammadan ko'ra test sinovlarini nazorat qilgan Anatoly Dyatlov ko'proq o'z tarafini olayotgan edi. U konstruktorlar aybi borligini aytadi. Reaktor ish uchun yaroqli bo'lmaganini aytgan. Lekin ayblanuvchi taraf stansiya ishchilarining harakati ichida nojo'ya ish topgan va sud oxirgi hukmi shunday bo'lgan. Reaktordan to'g'ri foydalanilganda portlash xavfi mavjud bo'lmaydi. Oxirida direktor, bosh muhandis va uning o'rinbosari 10 yildan ozodlikka mahrum etish jazosi belgilangan. Qolganlarga esa 2 yildan 5 yilgacha. Ularning hammalari bu muddatning yarmidan kamini o'tab ozodlikka chiqishgan. Sovet ittifoqi qulagandan so'ng xalqaro ekspertlar qayta tekshiruv o'tkazishgan va aniqlashganki, reaktor RBMK-ning rostdan ham ishchilari bilmagan xususiyatlarga ega bo'lgan. Ekspertlar shunday xulosa qilishgan. Reaktor RBMK-ning yadro himoya normalariga to'g'ri kelmagan. Bu narsa aniqlangandan so'ng hamma RBMK-ning reaktorlari qayta yakunlanib, kamchiliklari to'g'rilangan. Chernobildagi avariya atom energetikasida eng katta avariya hisoblanadi. Radioaktiv ifloslanishga 2000 kilometrdan ortiq bo'lgan maydon uchragan. Rasmiy manbalar bo'yicha Chernobil tufayli 4000 odam vafot etgan. Boshqa manbalar bo'yicha 10 000, 100 000 ham. Bu mavzu ko'p bahslarga uchragan. Chunki uning asoratlari ko'p yillar o'tgandan keyin bilinish ham mumkin. Va bu tufayli aniq sonlarni aytish bu noto'g'ri. Avariyani oqibatlari bartaraf etishda 600 mingdan oshiq insonlar qatnashgan. Chernobil avariyasi Sovet ittifoqida bo'lgan tufayli u yerda o'zbeklar ham yetarlicha qatnashib, katta hissa qo'shgan. Millionlab odamlar ifloslangan yerlarda yashashgan va ularning ichida qanchasi Chernobil tufayli jabr ko'rgani noma'lum. Har xil taxminlarga ko'ra, katta nurlanishga uchragan yerlar yana 100 yoki 1000 yillab yaroqsiz bo'lib qoladi. Noral tufayli Pripyat shahri ko'p turistlar boradigan joyga aylanib qolgan. Noqonuniy boradigan turistlarni esa stalker deb atashadi. Avariya oqibatlarini yo'qotishda qatnashgan hamma texnika katta nurlanish dozasiga uchragan. Shu tufayli bitta katta maydonga umrbod turargohga qo'yiladi. Qolgan 3 ta energiya blok 2000-yil 15-dekabrga qadar ishlagan. 4-energiya blok ustiga qurilgan sarkofag yil o'tgan sari murtlab qolgan va uning o'rniga 2019-yil yangi moslama o'rnatiladi. Aytiladiki, bu moslama yana 100 yil xizmat ko'rsata oladi. Chernobil avariyasi insonlarga radiatsiya yana bir bor qanchalik xavfliligini eslatdi va insoniyat o'z xatolaridan dars chiqarib, qayta bu narsaga yo'l qo'ymasligini tushuntirdi. Nu, bo'ldi.